Assalamu alaykum hurmatli YouTube kanalımız muxlislari. Bugün bize şehir merkezinde 3. etajda 2 kanallı kvartiramiz sotuvga qo'yilgan ekan. Shuni ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, girib kelish xotimiz mebelni ishlardan olib ketilgan demir ishlardan qo'yilgan. Pollarimiz taxta polatilangan, lakurlab tayyor bo'lib turibdi. Prixoshkalarimiz ham shunday chiroyli prixoshkalardan qo'yilgan. Kuxnyamiz abo'ylab bezatilingan. Kuxnyalarimiz ham shunday mebelni bezatilingan. Chiroylatib, akkuratni lakurlab ajoyib bo'lib turibdi. Gaz filtrlarimiz, duxovkalarimiz, ichishkalarimiz qo'yib o'tilgan. Kotyollarimiz ham yaxshi kotyollardan qo'yilgan. Har biri toshga toshab o'tilgan do'stlar. Xolodilnik ko'rib turgan hamma joyingiz qoladi. Eshiklar ham kupeyni eshiklardan qo'yilgan do'stlar. Eshiklar ham kupeyni eshiklardan qo'yilib ajoyib bo'lib turibdi joyimiz. Zolimizga kelsak, zolimizning ishi ko'rinishi lakurlangan pollarimiz taxta polatilangan. Konditsionerlar qo'yilgan, devorlarimiz super moyish abo'ylardan qo'yilgan. Patologlarimiz ham chiroyli etib bezatilgan do'stlar. Ko'rib turgan jihozlarimizning hammasi qoladi. Spalnimiz bu. Spalnimiz ham abo'ylardan qo'yilib, moyish abo'ylardan qo'yilib turibdi, bezatilib. Patologlarimiz shab chiroyli etib bezatilgan. Galeryalar qo'yilib, taxlangan do'stlar. Sanuzelimizni ko'rsatib o'tamiz. Sanuzelimiz ham tayyor holatda. Kafellar urilib, chiroyli bo'lib turibdi. Tayyor o'zi. Kvadratına kelsak 72 kvadrat metr. Do'stlar, puluna kelsak, pulini 55 ming dollar deb turibdi. Ozgina kelishlardan yeri bor do'stlar. Esa hammaga sog'lik tilaymiz, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha deb qolamiz do'stlar.